بسم الله الرحمن الرحيم. Eng şefkatlik, eng mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إذا الشمس كورت Günning nuri o'chgan chaqda, وإذا النجوم انكدرت yulduzlar to'kilgan chaqda, وإذا الجبال سيرت tog'lar gumron bo'lgan chaqda, وإذا العشار عطلت bo'g'oz to'gilar tashlab etilgan chaqda, وإذا الوحوش حشرت yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda, وإذا البحار سجرت dengizlar o't bo'lib lavuldigan chaqda, وإذا النفوس زوجت jonlar o'z qayoshlariga qo'shilgan chaqda, وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت terik ko'mib o'tilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'ralgan chaqda, وإذا الصحف نشرت nomi amallar echilgan chaqda, وإذا السماء كشطت osmon ichib tashlangan chaqda, وإذا الجحيم سعرت devzaq qizitilgan chaqda, وإذا الجنة أزلفت jannat taqvodorlarga yaqinlashtirilgan chaqda, علمت نفس ما أحضرت har odam o'zining qilgan yaxshi yomon ishlarini biladi. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس kunduzi yo'shirung'ichi yulduzlar bilan, patadigan vaqtida yo'shirinadigan yulduzlar bilan qasam qilaman. والليل إذا عسعس Qorong'ulik cho'mgan kechi bilan qasam qilaman. والصبح إذا تنفس Yo'rishqi boshlagan subhi bilan qasam qilaman. إنه لقول رسول كريم Qur'on haqiqatan Allohning izzatlik bir elchi orqali nozil qilingan so'zidir. ذي قوة عند ذي العرش مكين U elchi kuchlikdir. Allohning dargohida martabelikdir. مطاع ثم أمين Farishtalar uningga itoat qilg'uchidir. Bu yerda, ya'ni osmonda u ishonchlikdir. وما صاحبكم بمجنون Sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalatu vassalam majnun emasdir. ولقد رآه بالأفق المبين U, ya'ni Muhammad alayhissalatu vassalam Jibrilni haqiqatan ro'shan ufqning sharqida ko'rdi. وما هو على الغيب بضنين U, ya'ni Muhammad alayhissalatu vassalam g'aybni tabliğ qilishda bexil emasdir. وما هو بقول شيطان رجيم U, ya'ni Qur'on qo'g'landi shaytonning so'zi emasdir. فأين تذهبون Qayerga borsizlar? إن هو إلا ذكر للعالمين U, ya'ni Qur'on butun ahli jahonga nasihatdir. لمن شاء منكم أن يستقيم Sizlarning aranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Faqat olamlarning Robbi Alloh xohlagandilar, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni Alloh xohlamaguncha sizlarning xohlaganinglarning hech foydasi yo'q.